Voy mana. Oy. Voy ha. Ama dadam ne ketdi? Dadamın ne ketkenligini ben neyim bilmem. Ama yordam qilib tepagina pek ciddi ish batdi. İşlevatqa adam yükrep kelginin qaraganda toza ciddi iş o'xshaydi. Lekin akamning ne ketkenligini ben bilmesem, men sana nemin deb berme. Men ishdan burun ne ketganlar sana rasl demidim ha? Voy. Şu abay aylanıp kelay deb chiqatgan so'rab olmabdim ha. Oyjon. Ha sen chiqib qo'lim qo'shnilardan 43 kundan so'rab baqa. Jon, oy uyalarga Qaysar ketdi. Qaysarmi kelganmidi? Islat. Oyjon. Sen nima bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Hey. Tağansın dukan qarab tur deb chiqarsan, sen nim bu yoqqa chiqib kirsan? Jasur qoldi do'konda apa. Jasur? Bu 3 olchi inilar bog'u adrat bo'lib tog'amni izlab kelibdi. Voy, nim bo'ldi sizlarga? Yeni bir chataq chiqdimi? Qaysar ish terib qo'ydimi yana? Voy dadam. Ha? Qam? Tog'am? Ama sen rasl bilmamsan? Voy bola. Ben nimani bilishim kerakdi? Aniqroq degina. Dadamning bizga nima qilganini sen rasl bilmamsan amma? Voy, ichimni ajabni siqdim. Ha? Aniq qilib azmay degina. Ha, dadam sizlarga nemish qilibdi, zot nemish bo'ldi? Dadam o. Voy, g'achchini. Voyjon. Voy dadam bizni arzi qilibdi amma. Ha? Voyjon. Nim dedi? Arzi qilibdimi? Tog'am sizlarni arzi qilibdimi? Voy mana, bu qanday mumkin bo'lsin? Voy, akam sen nemishga arz qildik? Sen arz qildik nemish qilgandinglar? 18 yoshdan keyingi barliq chiqimlarni to'lasin debdi. O'qish puli, turmush puli, ayliq tomoq puli, hattoki oila o'qituvchisining pulidan tortib to'lasin debdi. Nemish qandi? Nemish qildi shu, nemish qilganini bilmagan shu ochiqda yerlaydi dedi Farisa. Shu shirkatda ruxsat so'rab kelishdi. Dadam nemishga bizni arz qildi, o'z og'zini anglamasam bo'lmaydi amma. Shuningga tog'am qechib ketdi-da. Qanday qamlashmagan gap u, ha? Rosqu tog'am ballarning o'zini izlab kelishini bilgachga, arz qilgandan qechib ketgan gap shu. Amma qaysi bir dada ballarni arz qiladi? Biz arz qilgandek nemish qildik, ha? Bu aqlga uyg'unmi amma? Men bunday ishlarni faqat xabarlardan ko'rgandim. Tog'amning bunday qilishini o'ylab boqmabdiman. Muş işimə kelib mən bunda qanlaşmağa ərzi anlap baxmabdı ekanman. Bu dadı boğucu qandaq bu öz balları üstüdən bunda ərz qıldı deyman. Şunu birdən apa. Mən qiynatamni faqatla bunda adam deb o'ylab baxmabdı ekanman. Sizningcha qiynatam zot nima o'ylagandu? Acaba bu şeylik ayol bilan munosabatlikmi? Kimni deysiz? Voy balam, meni qiynatdingizga davomli qamoqda ushlaydigan ayolchi. Apa, qiynatam ochiq oshkora hech qanday ishim yo'q dedi-ku. Uyni ballarga bilib berishga texi qo'shilmadi. Buning ustiga ballaring ustidan arz qilibdi. Mencha cho'qqim ash ayol o'getgan gap. Siz qiynatamni shu ayol kushkirtdi demoqchimi? Bo'lmasa qiynatingiz o'zi o'ylab bunda ish qilish mumkinmi? Undaqda qiynatam shu ayolda ballar asil qilganmidi? Qarang, bir odda odam, ha? Bo'lmasa nima deb o'z ballar ustidan bunda qamlashmaga arz qildi? Apa, mencha unda emas. Qarang, mush erlar qirg'andichu, ayol kishidan yiroq turish kerak. Nimish bu endi? Aka? Ha? Dadamca kelmedimi ha? Yo'q, sen topamadingmi? Yo'q, emgan sizda mishkin ko'mabdi.
Evet. Mamamның bu ishdan xabari yo'q ya. Bu ishni arzonlashni deganda mamam cho'chib ketdi. Bunda qo'ysa men doktorga qaytqashman. Voy aka, sen buni olib kelsan qanday oldi? Akam sen turib muhim operatsiya va men qatnashmasam bo'lmaydi. Ha bo'lsa sen ketayragan. Men bu yer bo'lgandan keyin dadam bilan aloqalashsam nima? Operatsiya tuyuq bilan aloqalashmay. Acha. Bu dadamning nima ish qildi? Endi o'zi nima dedi? Men nima bilay? Meningcha siz bu ishni sal oldinroq salliq qilib qo'ygandek tursiz. Qayta o'ylashib baqsangiz bo'pti-ku. Ay qo'shna, bu ishni men o'ylashib bo'ldim. Ballarmi to'g'ri qilmabdi. Lekin har qancha bo'lsa-mu siz arz qilmasligingiz kerakdi. Bu ishda men bir qaror qilib bo'ldim. Endi qarorimdan hargiz qaytmayman. Qo'shnam, Sizning yaxshi ko'nglingizga rahmat qo'shnam. Bo'ldi, bu gaplarni deyishmayli. Qani, ashtamoqlardan og'ach o'tiring. Choy iching, choy iching. Nima? Oysha madam? Ha. Siz tog'amni Oysha madam bilan birga ko'rdim dedingizmi? Ha, boytaq ikkisi birga ketib o'tibdi. Bu o'tganda tig'i bular unda ish yo'q deb inkor qilib ketganda, endi o'g'irlikchi ko'rishibdi-da. Shunidan ha. Bu tog'am bolalarning ustidan arz qilib qo'yib, Oysha xocham bilan sayli qilib yurgani nimasi endi? Tog'am bolalarni arz qilgan odam emasdi. Tog'amning bolalarni arz qilishi balkim mush ayol tushib ketgan bo'lishi mumkin. Unda emas-ku. Tog'amchu mush ayolning damig'i tushib ketgachga mundaq o'ylaganda tushunishlik bo'ldi. Hikoya endi izg'i tushdi mo'min. Lekin tog'am unda qiladigan odam emas-chimi? Hey, rostini shunda olib qaz qana qilmiz. Bu ma o'yini vallahi o'tkazib berishdimi? Chatoqish emasmi? O'xshashqa parizat u. Voy, nemiz o'xshash mo'min. Bir qo'lingiz ishlatib gap qilaman. O'tganda Jasur bilan xislatchu 300 ming beramiz degan, 300 ming. Ha. Agar ma ayol qo'shiladigan ish bo'lsa, bizga bir mo'chami yo'q degan gap. Hey mo'min. Rost shunda olib qaz qana qilamiz. Unda ham bo'lib ketmas parizat. Yeni itik. Cepmi bir. Nerede yürüydiğim de o? Shundaymi? Nim qilib o'tamdiki? Ama, qana oldu? Voy bolam. Hech qanday xabar yo'qmi? Yo'q, qaytib kelmadi. Voy, men shu dadamga bog'da ekanini hammasini berib baqdim, lekin birisiga bormabdi, topolmadim. Ne ketganda bu dadamlar u yerga bormabdi. Telefonim aytibdi. Shu, Ben bir telefonu bakay. adamni ansirtib bir ish qolmaganda, ha? Undaq bo'lmas. Lekin bu nim qilgani deyman. Dada, Xudo. bir gün geçti telefonu itik bu. Neler yurdun? Dada, attigen bizga bir advokatın telefon geldi. Onun degeni rostmi? Sen bizni rostla arz qildingmi? Ha, men qildim. Nimishqa? Bizni nimishqa arz qilsa dada? Sababini advokatdan uqmadingmi? Yana boshqa savollaringlar bo'lsa advokatimdan so'ranglar. Bo'lmasa meni avar qilmanglar. Advokatın? Dada.
Tağam hazır dükkanın aldığını ötüp ketkendi. Öyle kırdım ha? Voy, mağımı qarab qo'ymay, o'jursig'il kirib ketdi. Aka, ishdan tugdimi? Voy, ne vaqt olib qaytib keldi? Sen-chi? Chaqara kela aka, bulashdik, tez kel. Dada, ishnacha parang söyle. Kirdim ha? Dada, ishkin taqib olsan-ku. Aka, voy bu nima qilganing? Uvalchiq tatgan bo'lsang bizga etsang bo'ladi-ku. Arz qilmoqchi bo'lganing nimasi? Oti bola o'tirsidim arz qilish ketamdi jinim dada. Ishni ochib paranshayli. Dada! Mening sizlarga deydigan hech qanday gapim yo'q. Deydiganning hammani advokatimga deb bo'ldim. Biz nima xato qildik? Biz bir uyning odamdir dada. Ochiqla eshikni. Nerede tatlısı bazı arz qilish ekan? Dada sen ya bir 10 yaş kichik bola bo'lmasa, bu ishigini taqib oladigan ishni ochib paranshayli. Nimada ishimiz chiqsa? Voy dada! aka, Dada! aka. To'g'ri deysizlar bolam. Qanday bo'ladi-ki? Rahat bo'lamdi-ki? Kayfiyatimlar yaxshi bo'layotdimdi. Men uy ichiga kirib yetib olsam, kayfiyatimlar buzilib o'lgidek bo'lib qelyapsizlar. Yaxshi bo'lamdi-ki? Men her kuni ashunda yashayman. Mening kayfiyatim sen hozir kayfiyatingga o'xshash o'timi. Ishni ocha, paranshayli. Ko'chishga o'rgatmoqman. Sizlar shunday qilgan. Dadamı adam bulan. Benim sürgünlü göz. Azar tassam ağrıydı. Hiç kimnin karı bulmasa, ben mi garipsinime? Ben mi azaplanime? Şoň bizden öş eli atamsa dada. Bu mamda. Mening hozir kayfiyatimni bilib boqsin dedim. Qanday? Rahatlandingizmi? Dada! Neymiş ki bundak qilsa? Bundak qilishni nima ta'sir qildi? Babasızlık tıllasam, eğilmesem bo'ladi-ku. Sotqa chiqib arz qilishning hojatimi bormi? Bu gap ağzı boshqalar nima deydi? Nerede bu? Dörtüsü balını arz qilishmi? Bu ishim faqat qamashmagan ish yo'q. Men endi qanday qilib bersam bo'ladi? Men sizlarga nima qilib bersam bo'ladi? Sana ak buldum. Bular dadı buldum. Bu uyning boshlig'i oldum. Bir kun rahat yaşab baktım mı? Ben kaçan özüm xalığancha yaşab baktım. Bugünden itibaren ben özüm xalığancha yaşayman. Nima qilgim kelsa shuni qilaman. Men degan bu uyning egisi. Mening ashunda qilish huquqim bor. Sen bana aralashma. Fakat düşünemedim. Düşünüksüz bir iş oldu o. Neymiş ka? Nemin iş olmasın? Akam her gün ondan dememiz. O neymiş ki bundan kıldıkandı?
Acha. Dadamning advokati kimki? Akbar ismli birisi. Rana? Ha? Nazar chiqamayman. Nima? Ma'qul. Turib turamsan. Hozirdan. Acha. Men chiqib kelay. Güneşi kanım keyin sarang shu kanda. Bu sizning nima qilganingiz? Hech bo'lmagandek o'tirib ketibsiz-ku. Kela, avval o'tiring. Boshqalarning dadasini aldab, arz qilishga kuch kiritgan aldamchi ekansiz. Cho'nglarni shunday qilishga majburlaganmanmi? Amsimanmi? Siz, yana sizning fikrlaringiz. Nima? Advokat apandim, gap so'zingizga diqqat qilsangiz bo'larmiki? Bo'ldi. Avval o'tiring bilamda. Keling. Dadanglar sizlarni yaxshi beqib cho'ng qilgan ekan, ularga yaxshi qarshinglar kerak edi. Undaq dadni ham nerdan topa olasizlar? Jo'ylimang, siz nimani biladingiz? Xislat. Uning nima ish arz qilganini siz bilasiz. Unutib qolmang. Ma'zur dadangizning vakolatchi advokati. Bu arzni darhol bekor qilib eting. Dadingizni peldan yondirdig'ini men emas, balki sizlar. Nima? U uyni bekalab bersa, uning bordigan yeri qolmaydi. Shundaqligini bilib turib, u uyni berishga qistigan sizlar. Biz dadamni rahatroq turmush kechirsin deb shundaq qilgan. Xato bo'ptimi? Ma'qul. Sizlarning maydoninglarmi deydi? Sizlarning maydoninglar bo'lsin. Undaqda dadingizning maydonichi. Sizlar. Asli siz mening inimga kelmay. Dadingizning iniga berib dadangizdan kechirim so'rashingiz kerakdi. Dadam sizga qancha pul berdi? Siz jonidagi ishlarning hammasini pul bilan hal qilib bo'ladi deb o'ylab qolgan o'xshamabsiz. Siz bekor qilmaysiz, shundami? Dadangiz payildan yanmag'icha men bu ishni hargiz bir taraf qilolmayman. Shunga siz berib indiringizga deb qo'ying. Dadangiz hozir payildan yanmag'idek. Shu qanday qilishni obdan o'ylashib qo'ying.
Qandaqsıga Ayşem bolsun. Ağzımga keldi deb jöleyvermegine. Voy ras apa. Mo'min tamoq to'shatgan vaqt ko'rib qapti. Ma xislatlar tag'amni topolmay bo'g'ilib qalay davasa, xaq bilan sayli qilib yurgan gap tag'am. Bu akamning nim qilindi? Hey apa. Ma akish buzulsa, ballar bilan qattiq kar olmaydi deyishdi ekan. Tag'am shunda qildimi ya? Voy ağzımda gepim ba deb ağzımga kelganda daverdi ekansa. Akam hergiz undaq adamlardan emaschi-mi? Men akamni obdan tushunaman. Voy bek tushundi ekansa. Amsa bugunkini qanday tushundirsa, bir kunning ichida shunchalar jiqish bo'lib ketamda. Bu ishlarni vaqo, men obdaroq aniqlab baqsam bo'g'dak. Ma ishlar oydin o'g'cha, sen og'zingni ching tut. Xislat bilib qamsınjimi? Agar xislat bilib qalsa, men seni bo'sh qo'ymayman. Ustingdan arz qilaman. Ha? O'zining bolasini o'zi arz qilish mod bu atamda ma uyda. Qiziq qilgansa apa, o'zim keldi daverga. Haddinglarni assanglar, arz qilaman. Bu ayol kishining sababidan bo'lishi mumkin emas. Oğlum degan qandaq odam ha? Biroq akam rostla divanglashib qolmaganda ha? Qandoq qilmas? Dadam bu ishlar texnik murakkab qilyapti-ku. Akansirab ketmanglar. Men surishti qilyapman. Agar haqiqatan sotqish qilgan ish bo'lib qolsa, dadamning chiqishimni atayindek qildi. Hay, undaqda davomli davolashimizmi? Dadam rostla biz uchaylarni sotqa tasib chiqmasa? Ya qancha o'sib dadam bilan uyaga bormasmiz. Aka, dadam chiqim bizga ochig'i shunday qilgan gap. Avval dadamning ochig'ini yondiraylik. Kim taqlab chiqilmaymas, qanday ochig'ini yondirsan? Qaranlash qilib bo'lmayotsa ya. Dadamning bundaq qilsa ayol uchunmidi ya?